Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda uyga naves qilish narxlari nech puldan bo'lyapti deganlar uchun hozirgi kunda ustakalarimiz, Bag'dodlik ustakalarimiz chiroyli qilishib, lazerli shumkali fasondagi naveslarni bitirib berishyapti ekan. Bittadan like bosib tursalaring narxlari qancha bo'lyapti? Bundan tashqari qanday fason naveslar bor? Video davomida chiroyli qilib ma'lumotini berib o'tamiz. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib, uyini naves qilmoqchi bo'lgan tanish bilishlarga mana shu videoni jo'natib qo'ysalaring, ko'pchilikka foydali manfaatli bo'lib qoladi. Bo'lmasa ustakamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qo'llaring dard ko'rmasin aka, zo'r chiqibdi, havas qildi lekin. Hammaga mana shunday naves qilishlar nasib qilsin. Bu yerimiz necha kvadrat bo'ldi aka? Yildorjon, bu joyimiz 88 kvadrat. Aha. 88 kvadrat bo'ldi. Necha kundan bitirib berdik? 20-25 kun ichida olib kelib ustanovka qilib berdik. O'lchab ketilgandan keyin 20 kun, 25 kun mobaynida ustanovkasi bilan bo'lyapti, to'g'rimi aka? Bu polnistda uyda yig'ilib keladi. Ha, uyda tayyorlanib, bu yerda yig'ib beriladi. Ha, uyda tayyorlanadi, bu yerda yig'ib beriladi. Yig'ib beriladi. Uyda kelsa yugur boshqa narsa bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, bizga faqat buni les olib kelib bersa bo'ldi. Boshqa narsa yugur bo'lmaydi. Oziq-ovqatini qilib beradi, uzoq joydan bo'ladigan bo'lsa yotog'ini qilib beradi. Tok bilan ta'minlaydi obязательно. Zo'r. Bunimiz hozir shumkali lazerli fasonda bo'ldi, to'g'rimi aka? Undan tashqari qanday fasonlari bor? Buni prostoyroq variantlari bor. Keyin mana shu holatni ustiga leksan yopilgan varianti bo'ladi. Demak, oddiy dedimi, leksanli dedimi, farq yo'q, tayyorlab berilaveradi. Tayyorlab berilaveradi. Zo'r. Materiallari qandaydan ishlatdik aka? Materiallari endi Eldorjon, ustunlari 6x4, qalin 1.7 lik stenada, o'rtalari 1.8 darvozalar ishlatilgan qalin listdan, mana shunaqa lazerni qilib ishlangan. Zo'r. Qoralari aka? Qorlari ham xuddi shunday, 6x4, shu o'rtasi 1.8 qalin listda tayyorlangan. Zo'r. Nimalari nechiga tashlandi aka? Firmalar. Firmalar mana shu ichini o'zi 1.26 qoldi. 1.26 qoldi. Zo'r. O'zi 1.35 dan 1.25 gacha oralig'ida tashlanadi. Undan kattalar katta bo'lib ketadi. Xohlagan razmerda misol uchun tashlab berilaveradi, narx kelishilaveradi. Ha, narx kelishilaveradi. Xohlasa qisqaroq qilib beriladi, xohlasa kattaroq qilib tashlab berilaveradi. Endi joy razmeriga qarab, nima deydi? Razmeri ham o'zgaraveradi-da, buni tashlash joyi. Shuni hisobiga. Biz endi aslan nima deydi? O'rtacha 1.30 dan tashlanadi, bu endi 1.26 dan tushib qoldi bu. 1.26 dan tushib qoldi. Zo'r, chiroyli chiqibdi lekin. Xo'sh, bunimiz shumkali bo'ladi. Mana bu ko'rib turganimiz nima ekan? Oq DVP faner. DVP faner. Undan keyin falga. Keyin 0.4 qalinlikdagi tunuka. 3 qavat bo'ladi, to'g'rimi? 3 qavat shumka. Xohlasa stiklovat ham tashlab berilaveradi. Stiklovat ham tashlab berilaveradi. Keyin tunukani o'zini ham qo'yib berilaveradi. Arzonroq chiqadi. Qo'yib berilaveradi, arzonroq chiqadi. Demak, klient xohishiga qarab, xohlaganda qilib berilaverar ekan, to'g'rimi ekan? Xohlaganda. Zo'r. Xo'sh, narxlari qancha bo'lyapti endi aka? Narxlari bu 450 minglik varianti shu. 450 minglik varianti shu. Mana shumkali, lazerlisi shu bo'ladi. Agar menga lazerli bo'lmasin, shumkali bo'lsin desa qancha qilyapsiz? Ular 300 mingdan boshlanadi. 300 ming so'mdan boshlanadi. 300 mingdan boshlanadi. Demak, shumkalilar 300 ming so'mdan, mana shu ko'rib turgan eng full variant 450 ming so'm. 450 minggacha. Leksanlilarimiz ekan. Leksanlilarimiz o'sha 450 mingdan 600 minggacha chiqaveradi. 600 minggacha chiqaveradi. Mana shu holatda leksanli bo'ladigan bo'lsa 600 ming atrofida chiqadimi? Ha, 580 ming 600 ming so'm atrofida chiqadi. Xohlasa gibrid ham qilib berilaveradi, farqi yo'q, to'g'rimi? Farqi yo'q. Endi bu joy kichkina bo'lgani uchun gibrid qilib bo'lmaydi endi. 360 ta. Kattaroq hovlilar bo'ladigan bo'lsa zo'r chiqadi, to'g'rimi? Chiroyli chiqadi, ham o'rtasini ko'tarib o'shanda gibrid qilib bersa bo'laveradi. Zo'r. Xo'sh, narxi demak 280 ming so'mdan 600 ming so'mgacha bo'ladi. Xizmatlar qayerlargacha aka? Xizmatlar 12 ta viloyatga. 12 ta viloyatga bir xilga to'ran narxlar o'zgarib qoladi. Bir xil narxda, просто endi nima deydi, voha taraflarga 100 kvadratdan oshiq bo'lsa, bizga ham endi nima deydi, yo'l kiralari ham yo'q o'zimizdan-da. Shuni hisobiga 100 kvadratdan oshiq bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Endi qoplab qoladi bizga ham. Demak, 100 kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab narxi bir xil bo'ladi. Misol uchun vodiydan 50, 60, 70 kvadratlarga ham borilaveradi, bir xilga turadi. Bir xilga turadi. Zo'r. Xo'sh, bundan tashqari yana nima ishlar qilamiz? Endi temir sohasi bor-kami yo'qni qilamiz Eldorjon. Darvoza deydimi, perela deydimi, uzun tok qilib berilaveradi, to'g'rimi? Bisetka so'rilardi ham. Shunday. Zo'r. Bizni kanaldan chiqarlar uchun skidka bonuslar qilib beramiz. Changlarda qilib beriladi.
bo'libdi. Akamiz telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi, adashmasak batafsil ma'lumotini berib o'tdik. Yana kimda qanday savollarning bo'ladigan bo'lsa, savdo olsa, chiroyli narxlarda biz kanaldan chiqqanlar uchun skidkalar qilib berishadi. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bossa, mana shu videomizda ilojini boricha qurilish qilyapti turgan, imorat qilyapti turgan, undan tashqari navis qildirmoqchi bo'lgan tanish bilishlarni jo'natib qo'ysalaring ko'pchilikka foydali manfaatli qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.